Alfragansk universiteti homiyligida Afutur klubi o'zini sayohatini davom ettiryapti. Hozir biz Guliston shahridamiz. Hozir mehmonxonadan chiqib ketish arafasida turibmiz. Shu sababli mehmonxona ma'muriyatiga Alfragansk tomonidan berilgan bir sovg'alarni taqdim qilmoqchimiz. Sizga bu Alfragansk universiteti. Alfragansk zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya. Xo'p, Sirdaryoda hozir mehmonxonadan chiqdik. Bugun Sirdaryodagi joylarga boramiz. Ya'ni bu qaysi bo'ladi? Agroturizm bo'yicha qovun poliz ekiniga, undan keyin Sardobaga. Biz hozir O'zbekistonning Sirdaryo viloyatida turibmiz. Sirdaryodagi Sardoba suv omboriga yetib keldik. Sardoba suv ombori 2017-yilda qurilgan hisoblanadi. Uni suv sig'imiga keladigan bo'lsak, 930 million kubometrni tashkil etadi. To'g'onimizni ko'rib turgan mana oqligida to'g'on. Mana shu to'g'onni balandligi 28,8 metr tashkil etadi. Sardobada 2017-yili suv to'ldirilgan, 2020-yili o'sha to'g'on yorilib ketgan va juda katta talafot ko'rilgan bu yerda. Mana orqamizda o'sha to'g'onni buzilgan joyini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sardobada bo'lib o'tgan suv talafotdan hammamizning xabarimiz bor. Shunga qaramasdan muhtaram prezidentimiz tomonidan xalqimiz uchun mana shunday chiroyli ko'p qavatli binolar qurib berildi. Shu o'rinda muhtaram prezidentimizga rahmat aytib qolamiz. Xalqimiz nomidan albatta va o'z talabalar nomidan qolaversa Alfragansk universiteti rahbarimizga, o'qituvchilarimizga, bizga yordam bergan barchaga va Afutur bilan bizga ishonib sayohatga jo'natgan hammaga rahmat aytamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz esa yana yo'lda davom etamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz hozir parnikka kirdik. Pul issiqligi sababli mana bu yerda ishlashar ekan. Shularni bochkadan solib ichib ko'ramiz. Ular ham shu suvdan ichar ekan. Bismillohirrohmanirrohim. Albatta buni ham o'ziga yarasha gashti bor. Bu yoq tarafda qulflar ekan. Hozir kiramiz yo'q. Bismillah. Zo'r, suvi ham zo'r, maza. Hammamizga ma'lum, turizm juda ham ko'p yo'nalishlari bor. Har bir viloyatda o'zini turistik salohiyati bor. Sirdaryo viloyati bo'lsa, o'zini agroturizm salohiyati bilan juda ham mashhur hisoblanadi. Biz hozir issiqxonaga tashrif buyurdik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mandarin, apelsinlar bor ekan, eklar ekan. Undan tashqari qulupnaylar ham bor ekan. Mana shu agroturizm salohiyatini ko'rib, o'rgangani, o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rgani keldik. Parvarish qanaqa qiyinmi bularni? Parvarishlash noziromi? O'ziga yarasha mas'uliyati bor. Komchilar sug'orishadi. Bulardan tortib olamiz, endi suv qiyin, endi qatan endi. Xudo xolasa dekabrdan boshlab sotishni ishlaymiz. Hozir buni olamiz, o'rniga yana ekamiz, ko'chat yetishtiryapti. Bizim ko'chatlarni qayta ekamiz. Hozir qancha bor bu yerda ko'chat? Yo'q, alohida, masalan, bu qulupnay bo'lsa, bu apelsin, bu mandarin, maraqcha limon parniklarimiz ham bor yana tashqari. Ishingiz o'ziga yoqadimi? Ha, endi o'zimizga yoqadi. O'zimizga yoqqani uchun mehr bilan ishlash kerak. Mehr bermagan bormi? Xalqimizga shirinlar, shakar mevalarni yetkazib berish bilan maqsadi. Rahmat aytinglar. Quvvat bersan oson emas, issiqda bunaqa zahmat chekib. Mana bu yerda hamma tarvuzda pishgan ekan, kattasi ham kichkinasi ham, hozir kichkinasi pishganmi yo'qmi bilib olamiz. Pishgan. Hop, biz hozir Sirdaryo viloyatidagi poliz ekiniga keldik, ya'ni tarvuz poliz ekiniga. Gastronomik turizm, agroturizmni ham aytib ketsak bo'ladi. Hozir u yerga borganimizda u yerdagilarga yordamlashdik, tarvuzlarni ortishga mashinaga. O'sha yerda bizlarni mehmon qilib, o'sha yerda tarvuzni kesib berishdi. Oxirida ketayotganimizda hammani o'ziga bittadan tarvuz berishdi. Qolganlarini mashinaga joylashtirdik.
Bu meni o'zimning tarudim kichkinagina. Endi buni mehmonxonaga borib muzdekgina qilib yeymiz.